Assalomu alaykum hurmatli uzr ko'yuvchilar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'g'ri televiziyasi kundalik xabarlar programmamizga xush keldinglar. Men Hidoyat Musajon. Bugun 8-oyning 25-kuni chorshanba. Hammalarning shu vaqtda xayrlik bo'lsin. Aziz ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər bugungi xabarlar programmamizning tafsilotida bo'lsin. 7-navbatlik Dunyo Uyg'ur qurultiyining vakillik saylimi chet ellik kuzatuvchilarning va xalqaro matbuotlarning kuchli diqqatini qo'zg'adi. Bu yil 11-oyning 13-kunidan 14-kunigacha Chexiyaning poytaxti Pragda o'tkaziladigan 7-navbatlik Dunyo Uyg'ur qurultiyining vakillik saylimi 22-avgust yakshanba kuni muvaffaqiyatli holda oxirlashgan bo'lib, 24-avgust kuni 7-navbatlik Dunyo Uyg'ur qurultiyi tayyorlik komiteti 30 davlatdan demokratik usulda saylab chiqilgan jami 205 nafar rasmiy vakilning va 87 nafar kandidat vakilning tizimligini e'lon qilgan edi. Koronavirus vaziyatining jiddiy bo'lishiga qaramasdan Qirg'iziston, Kanada, Amerika, Yaponiya, Turkiya, Germaniya, Norvegiya qatorliq bir qism davlatlarda maxsus saylam sanduqlarining ta'sis qilinishi kuzatuvchilarning va chet el matbuotlarining alohida diqqatini qo'zg'agan nuqtalarning biri bo'ldi. Germaniyaning tanilgan matbuotlaridan Nix 24 xabarlar sahifasi 22-avgust kuni Uyg'urlar butun dunyo miqyosida o'zlarining vakillarini sayladi nomli xabar e'lon qildi. Xabarda har qaysi davlatlardagi Uyg'ur jamoatining demokratik saylam orqali o'zlarining vakilini saylab chiqqanligi. Bu saylamning bu yil 11-oyda Pragda o'tkaziladigan 7-navbatlik Dunyo Uyg'ur qurultiyining faoliyatlarining bir tarkibi qismi ekanligi. 2004-yil Germaniyaning Myunxen shahrida qurilgan Dunyo Uyg'ur qurultiyining Xitoy kommunistik hokimiyatiga qarshi kurash qilayotgan muhojiratdagi Uyg'urlarning eng g'ulluq tashkiloti ekanligini bayon qilgan. Xabarda yana navbatda Sharqi Turkistonda millionlagan Uyg'urlarning jazo lagerlarida azob tortayotganligi, biroq Xitoy hokimiyatining buni izchil inkor qilib kelayotganligi, Uyg'urlar ustida majburiy emgak, planliq tug'ut va majburiy tug'mas qilish qatorliq fojialarning yuz berayotganligining matbuotlar tarafidan ko'plab tilga elinayotganligi, bir qism g'arb ellarining buni irqiy qirg'inchilik deb ataganligi ilgari surilgan. 24-avgust Tayvanning nopuzliq matbuotlaridan Avam gazetida Dunyo Uyg'ur qurultiyi bu yil 11-oyda 7-navbatlik vakillar qurultiyini chaqirmoqchi nomli tafsiliy xabar e'lon qildi. Xabarda bu qitim o'tkazilgan vakillar saylimi to'g'risida qurultayning bayonotchisi Dilshod Rishni ziyorat qilganligi. Dilshod Rishning 11-oyda Pragda o'tkaziladigan 7-navbatlik Dunyo Uyg'ur qurultiyiga ko'plagan davlatlardan Uyg'ur vakillar kelib qatnashgandan sirt, yana ba'zi davlatlarning diplomatlari, parlament a'zolari va dongliq siyosiy shaxslarning ishtirok qiladiganligini tilga olganligi eskartilgan. Dunyo Uyg'ur qurultiyining bayonotchisi Dilshod Rish apandi bu munosabat bilan istansimizga qilgan so'zida 7-navbatlik Dunyo Uyg'ur qurultiyining vakillik saylimidan keyin chet el matbuotlarining buningga bo'lgan qiziqishining alayda yuqori bo'lganligini, bir qancha kundan buyon bir qism chet el matbuotlarining o'zi bilan bevosita aloqa qilib, Dunyo Uyg'ur qurultiyining bu navbatlik vakillar saylimi va Chexiyada chaqiriladigan vakillar qurultiyi haqida bas-basda ma'lumot olishga boshlaganligini bildirdi. 7-navbatlik Dunyo Uyg'ur qurultiyining vakillik saylimi bo'libmi Istanbulda elib berilgan vakillik saylimi turk matbuotlarining qiziqishini qo'zg'adi. Turk matbuotlarida muhojiratdagi Uyg'urlarning tunji qitim o'zlarining vakillarini demokratik usulda bilet tashlab saylash fursatiga erishganligi va bu navbatlik vakil saylimining odil bir shaklda o'tkazilganligi alohida ta'kidlandi. Turk matbuotlarida yana muhojiratda yashayotgan Uyg'urlarning eng yuksak vakillik organi hisoblangan Dunyo Uyg'ur qurultiyining bu navbatlik vakillik saylimining Sharqi Turkiston xalqining demokratiyaga talpinadigan bir xalq ekanligini va erkin irodasiga tayinib turib, o'zlarining vakillarini saylab chiqqanligini xalqaro jamoatchilikka bildirish nuqtasidan nihoyatda muhim ahamiyatga ega ekanligini bayon qildi. 7-navbatlik Dunyo Uyg'ur qurultiyi tayyorlik komitetining raisi Farhod Yo'ronqash apandimning bugun istansimizga bildirishicha, 30 davlatdan saylab chiqilgan 205 nafar rasmiy vakil Uyg'ur, Qozoq, O'zbek, Tatar qatorliq Sharqi Turkistonning yerlik millatlardan tarkib topgan bo'lib, 9-oyning 1-kunidan e'tiboran rasmiy vakillar o'zlarining qurultayning har qaysi organlariga rahbarlikka nomzod ko'rsatishga boshlaydi. Qurultay rahbarligiga nomzod bo'g'uvchilarga qo'yiladigan shartlar, saylanadigan organlar va bu organlarning salohiyati va xizmat doirasi haqidagi materiallar qurultay tayyorlik komiteti nomzodlar komissiyoni tarafidan har bir vakilga bevosita yetkazib beriladi. 7-navbatlik Dunyo Uyg'ur qurultiyining 30 davlatdan demokratik usulda saylab chiqilgan jami 205 nafar rasmiy vakilining 50 nafari xonim qizlarimizdan tarkib topgan bo'lib, bu umumiy vakillar sonining 24,39%ni tashkil qiladi. Bu nisbat Amerika Davlat Majlisi bilan Turkiya parlamentidagi ayol vakillarning nisbatidan yuqori bo'lib, masalan, Amerika Davlat Majlisi a'zolarining 23,6%, Turkiya parlamenti a'zolarining 17,4% ayollardan tashkil topgan.
7. növbətlik Dünya Uyğur Qurultayının ayol vəkilləri Uyğur, Qazaq, Özbək, Tatar qatarlıq 4 millətdən tərkib tapdı. Vəkil saylab çıxılğan 30 dövlətnin içində Norvegiya ayol vəkillərinin sani cəhətdə aldınғы orunda olub, məsələn Norvegiyada saylab çıxılğan 11 nəfər rəsmi vəkilinin 5 nəfəri xanım qızlarımızdan tərkib tapqan. 7. növbətlik Dünya Uyğur Qurultayı Tayyorluq Komiteti hər qaysı əllərdə təsis qılınan vəkil saylash komitetlaridan vəkil namzatlarının ən az 3dən 1 qisminin yaşlar və xanım qızlarımızdan tərkib tepişiği kapolatlik qilishni talab qilgan edi. Bu növbətli qurultayning rəsmi vəkillərinin içində yaşlarımızın sanımı aldınғы qitimli qurultaylarga qaraganda alayida yuqori bo'lib, bularni xonim qizlarimizning nisbati bilan birlashtirganda 205 nafar rəsmi vəkilning 3dən 1 qismidan ko'proq yoshlar va xonim qizlardan tarkib topdi va yuqorqi shart aslidagi plandan oshirib o'rinlangan bo'ldi. 7. növbətlik Dünya Uyğur Qurultayı vəkillik saylamining muvaffaqiyatli oxirlashganligi munosabati bilan tunugun Dünya Uyğur Qurultayının raisi Dolqun Aysa apandi stansimiz orqali tabrik nutqi e'lon qilgan edi. Bugün yana Dünya Uyğur Qurultayı İcraiya Komitetining raisi Ömer Qanat apandimi stansimiz orqali tövəndəki tabrik sözünü e'lon qildi. Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. 22 avgust Uyğur xalqining vatan sirtida elib berayotgan milliy da'vo tarixida favqulodda bir kun bo'ldi. Bu kuni Sharqi Turkiston sirtida Uyg'urlar yashayotgan dunyodagi butun davlatlarda Dünya Uyğur Qurultayının 7. növbətlik vəkillər qurultayı üçün vəkil saylash saylimi bir tutaş və qəlbilik elib verildi. Mən Dünya Uyğur Qurultayı İcraiya Komitetining rəisi buluş sübutim bilən Dünya Uyğur Qurultayının 7. növbətlik vəkillər qurultayıga vəkil olub saylanğan qarindaşlarni, shuningdek bu qurultayninki kandidat vəkillərini chin qalbimdan tabriklayman ve ularga utuq tilayman. Bunun bilan birlikda yana o'tgan 4 yil jarayonida nurg'un qurbonlar berish orqali Dünya Uyğur Qurultayınınki Xitoyning Sharqi Turkistonda xalqimizga qarta ilib berayotgan irqiy qirg'inchilik siyosatini to'xtatish va xalqimizni o'z haq va huquqiga ega qilish uchun dunyo miqyosida ilib berayotgan faoliyatlarni fidokorlik bilan qo'llab kelgan Dünya Uyğur Qurultayınınki 6. növbətlik vəkillər qurultayınınki vəkilləriga rahmat etmə və ularga minnətdarlıq bildirmə. Bu qitim saylanğan vəkillərinin 11. ayının 12. gündən 14. günügacha, yəni bu yil 11. ayınınki 12. gündən 14. günügacha Çek Cumhuriyetining poytaxti Praga shahrida içiladigan Dünya Uyğur Qurultayınınki 7. növbətlik qurultayıga milliy da'voyimizni ilgari surish, Xitoy hukumatining xalqimizga qarta yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik siyosatini to'xtatish uchun yangi ideya, yangi fikr va yangi takliflar bilan qurollangan holda kelishini so'rayman. Chunki o'zlari turayotgan davlatlardagi Uyg'urlarning kuchlik himoyasini oqisiga olgan bu vakillar oldingi qurultaydagi vakillardan texmo salohiyatlik deb qarayman. Va Dünya Uyğur Qurultayınınki kun tartibini bekitish, mangadigan yo'l xaritasini sizish va xalqaroda ilib boradigan harakatning yo'nalishini belgilashda bularningki taklif va fikrlari nayte muhim rol oynaydı. Dünya Uyğur Qurultayının 7. növbətlik qurultayı vəkillərinin tunji qitim bundaq bir demokratik saylam bilan saylanıb çıxışı bir tarafdan xalqaro jamoatga Uyg'urlarninki demokratik prinsiplarga va an'anaga ega o'zini idora qilib mustaqil yashay oladigan bir xalq ekanligini aks ettirsa, yana bir tarafdan Dünya Uyğur Qurultayının hem Sharqi Turkistondagi hem vatan sirtidagi xalqimizga vakillik qilish qonuniy o'rnini texmo yuqori ko'taradi. Albatta bu tunji bir demokratik tajriba edi, ya tashabbus edi. Shunga hamma nima mukammal bo'lmagan bo'lishi mumkin. Va bo'ldimi deyamaymiz. Lekin bu atgan jasur va tunji qadam bilan kamchiliklarimizni bayqab, bilmaganlarimizni o'rganib, milliy harakatimizni
texmo mukammal ilib berishga tirishimiz. Rahmat. Xitoy hukumatı 2022 yılı sahipxonlik qilmoqchi bo'layotgan Beijing Olimpik musobaqasini boykot qilish cho'qonlari izchil davom qilayotgan bo'lib, navbatda borgan sari yuqori pallaga chiqmoqda. 23 avgust kuni Birlashgan Davlatlar Tashkilotining zapas bosh kotibi, Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi bosh kotib va muavin bosh kotibdan qosili 3-o'rinda turadigan yuqori darajalik amaldor David Crane va 2 nafar kishilik huquq advokati birlashib e'lon qilgan obzor maqolasida bu masala yana bir qitim alohida ta'kidlangan. Obzorda alayda qilib Xitoy hukumatining Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik yurgizayotganligi, shuningdek ularning Tibet va Hong Kong rayonidagi bostirish harakatlarini misol qilib, amdi kishilik huquq tashkilotlari va har qaysi hukumatlarning Beijing Olimpik musobaqasini boykot qilishning axloqiy va vijdoniy sinoq mazgili yetib keldi deb ko'rsatgan. Shundaqli Xitoy hukumatining terrorchilar deb qaralayotgan Talibanlar hokimiyati bilan eg'iz burun yolishayotganligi alayda eskartilgan. Abdurlar Xalqaro Olimpik Komiteti 1936 yildagi Berlin Olimpik musobaqasini cheklagan reallikni misol qilish orqali shuncha oshkora holda Aryallar oliy irq degan nazariyasini bozorga selayotgan hamda qirg'inchilikni boshlab bo'lgan natsistlar Germaniyasining oqibatda millionlagan yahudining beshiga chiqqanligini, navbatda Xitoy hukumatining xuddi mushu mazmundagi tashviqotlarni oshkor qilayotganligini, bularning hammasi olimpik ruhining mazmunlaridan bo'lgan barcha xalqni bir maydonga jam qilish degan moddaga ig'ir xilof ishkanligini sharhlab bergan. Abdurlarning qarashicha 2008 yildagi Beijing yozliq olimpik musobaqasining o'zini Xitoy hukumatining Uyg'urlar va boshqa Xitoy bo'lmagan millatlarga yurgizgan zulmlarini e'tirof qilganlik bo'lgan. Natijada Xitoy hukumatining bu xil zulmlari nihoyatda tezla bugungidek yuqori chekka yetgan. Ular oxirida Beijing qishliq olimpik musobaqasini boshqa davlatga yutkash, har qaysi davlatlar bu qitimliq musobaqaga vakil avatmaslik qatorliq bir qator takliflarni o'ttirg'a qo'ygan. Uyg'ur harakati tashkilotining raisi, 7-navbatlik Dunyo Uyg'ur qurultayining Amerika vakili Roshan Abbos xonimning yaqinda Amerika Georgetown universitetining xalqaro masalalar jurnalida Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qaratgan irqiy qirg'inchiligi haqida e'lon qilgan maqolasi kuchlik inkas qo'zg'adi. Roshan Abbos xonimning mazkur maqolasida bu xil irqiy qirg'inchilik Xitoy hukumatining Uyg'ur bolalarga qaratgan siyosatlari orqali yoritib berilgan bo'lib, maqolada mundaq deyilgan: Xitoy hukumati o'zi qo'l qo'ygan bolalar huquqi ahdnomasiga ochiq-oshkora xiloflik qildi. Bu sababdan xalqaro jamiyatning buni surishtirish majburiyati bor. Oilalarni pochilash va bolalarni davlat qaramog'idagi yetimxonalarga o'rinlashtirish Uyg'ur xalqi bilan munosabatlik bo'lganlikdan milliy kamsitishni tashkil qiladi. Xitoy hukumatining Uyg'ur bolalariga tutgan muomalasi bolalar huquqi ahdnomasining ham texnikalik taraflari ham ruhiga xilofdir. Roshan Abbos xonim maqolasida Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qaratgan irqiy qirg'inchiligiga qarshi xalqaro jamiyat bir qism cheklik harakatlarni qo'llangan bo'lsa-mu, ammo irqiy qirg'inchilik umumiy jihatdan yetarli bartaraf qilinmaganligini, bo'libmi Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga o'xshash Xitoyning harakatiga taqobil turish mas'uliyati bo'lgan bir qism xalqaro organlarning mas'uliyatini yetarli holda ijro qilmaganligini bildirgan. Maqolada munola bayon qilingan: irqiy qirg'inchilik ahdnomasi bilan bolalar huquqi ahdnomasi zich munosabatlik. Ziyonkashlikka uchirg'uvchilar to'pidagi bolalarni boshqa etnik va madaniyat to'plariga majbur yutkash irqiy qirg'inchilikni shakllantiradi. O'xshashligini ota-onalar va jamiyatning o'z farzandlarini beqish va tarbiyalash huquqi xalqaro bolalar huquqi ahdnomasining 5-moddasidagi belgilama bo'yicha e'tirof qilingan. Biroq ota-onasi yoki lagerda yoki turmada yetayotgan Uyg'ur bolalari oilalaridan majburiy holda ayirib etildi. Yuz minglagan Uyg'ur bolalari milliy va diniy kimligidan uzoqlashtirish va Xitoy partiyasini madhilash uchun silingan davlat qaramog'idagi Darultamlarga majburiy opirib tarbiyalanmoqda. Roshan Abbos xonim so'zida Xitoy hukumatining oz deganda xalqaro bolalar huquqi ahdnomasidagi 5-moddaga xiloflik qilganligini, shunga munosabatlik organlarning harakatga o'tishi kerakligini bildirdi. Hürmetli televizor ko'yuvchilar, yuqorida Dunyo Uyg'ur qurultayi to'g'ri televiziyasi kundalik xabarlar programmasini diqqatingizga sundiq. Keyingi qitimliq programmamizni ko'rishaylik. Ko'rishga omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh.